Tezda uni qo'lga oling. Hayron qolishni keragi yo'q. Axir yana ko'rishamiz degandim-ku. Hozir sizni Oleg Filankov va uni tansoqchisi o'limi uchun, Württembergda suiqasd uchun Fransiya qamoqxonasiga yuborishi mumkin. Demak, birinchi yo'l jazoingizni ortig'i bilan olasiz. Ikkinchi yo'l bizga ishlaysiz. Faqat shularni taklif qila olasizmi? Savdolashadigan ahvolda emassiz. Meni qanday aniqlashdi? Sumka tutish odatingizdan. Siz meni va Amerika Qo'shma Shtatlarining himoyasi ostidasiz. Barmoq izlari qani? U qaytib kelyapti. Jim turing. Menga uni barmoq izi kerak. Nimalar deyapsiz? Menga uni la'nat barmog'i kerak dedim. Yaxshi, uni stolga yotqizing. Yo'q, tegmanglar menga, yo'q.